Xazinem To'r til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Paltadagi pi bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. Pi Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Pi'ning beshidan ulindigan shakli. Misol: Pasha. Pi'ning bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: Toshbaqa. Pi'ning oyog'idan ulindigan shakli. Misol: Yip. Pi'ning ayrim shakli. Misol: Dop. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Pasha pi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Toshbaqa pi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yip pi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Dop pi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Pat, pap, pas, pan, pash, put, top, par, ta, parta, ar, pa, arpa, pa, sha, pasha. Turpan Vadisi. Turpan Şinjan Uyghur Abnum rayonining güzel vadilaridan biri. Turpan üzümning kani. Turpan üzümü bəhmi şirin bo'lib, bütün mamlakatimizga va dunyoga dangliq. Turpanda yana paxta terildi. Turpan paxtasini bək dangliq. Turpan nihoyatda qadimiy, güzel shahar bo'lib, bu joyda qadimki asar atiqlar ko'p. Shunga har yili bu yerga ishki o'lkalardan va chet ellardan minglagan mehmonlar kelib, ekskursiya qilib turadi. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati